Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi video rolikimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Albatta har doimgidek malyarchiklar bilan birgalikda ishimizni davom qildik. Malyarchiklar ishini 95% bitirgan vaqtda biz ish boshladik. Bu yerda yana eshikdan kirgan yeri loppat ko'zga tashlanishi uchun bir barelyef ishladik. Baryefda bir o'ziga yarasha bir milliy naqsh aralashtirib, g'uncha, gullarni aralashtirib shakllarni ishladik. Doira shaklini namesti ishladik. Tiyagan kabi yopishtirganimiz yo'q. Bizda ondan barelyefa ruchnoy 99% ruchnoy ishlaymiz. Endi aytishimiz mumkin, qachon, misol uchun manzara ishlagan vaqtimizda manzara shunga o'xshagan bir ikki dekorativ ishlarni ishlagan vaqtimizda gotoviy tiyagadan foydalanishimiz mumkin. Atak 99% художественный ish bo'ladi. Buni yine namesti layını qo'yib, so'riqqandan keyin, qurigandan keyin qachoqlarda kirchib, shakllarni berib, nov bo'lsa, misol uchun gulmi, naqshmi, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, shularni kirchishtirib, o'zini shaklini berib borishimiz kerak. Devorlara birinchi sloy atachento urildi. Atachento ham kilosi 250 ming so'm. 1 kilosi. Atachentoni 1 kilosi 250 ming so'mligini sababi bor, chunki atachentoni devorga urgandan keyin har xil o'zine yarasha bir xislatlari bor, do'nadan. Necha xil osvesheniya bo'lsa, shuncha xil tarafdan yaldirab dönadi. Shunday xususiyati bor. Lutchi o'zlaringiz agar uyni toza remont etgan bo'lsangiz, shpaklyovkadan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, bir yere bir chalak olsangiz, bir chalaki 5 kiloligi bor, 7 kiloligi bor olib urib ko'rsangiz, o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Çünkü her xilisi bor, chayalisi bor, chayasisi bor. Biz hozir bu devorga urib qo'yganimiz chayali. Chayali ham o'zine yarasha, chayasisi ham o'zine yarasha. Atachentoda ham vajnali bir ko'rmagan odamlar bor ekan, biz shuni guvohi bo'ldik. "No bu aboymi?" deb haligacha so'raydigan odamlar yo'q emas. Atachento to'g'risida oddenli videorolik atib Xudo xolasa chiqaramiz. Shunda o'zlaringiz guvohi bo'lib, nechik tarafdan dönishi, nov vazifani bajaradi bu devorda turib. Atachento. Ana shu narsani o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar inshaalloh. Atachentoni oddiy xalqqa tavsiya etaman, chunki oddiy xalqqa nagruzka bu 250 ming so'm 1 kilosi qimmat tushadi. Hamma imkoniyatidan kelib chiqqan holda remont qiladi. O'shaning uchun misol uchun yana oddiy xalqqa
Vodomisyonkani nechkindan ishlatgan ma'qul? Hayat hozir shu hadovoy o'tib turgan narsa. Agar yo'q pulimdan qiynalmaydigan, pulimdan qochmaydigan İşlerin yaxşımı axı? Esene? odamlar bo'lsa, Sapsandan olgan ma'qul. Sapsan vodomisyonkani 3 xilisi bor Sapsan do'konda. Shunga qarab, prostoyroqi, o'rtachasi, unuturinni, fasadnisi bor, qimmati. Lekin shunday художественный ishlar uchun yaxshi vodomisyonka. Shu vodomisyonkada ishlashni tavsiya etgan bo'lar edim. Devordagi barelyefga qaytadigan bo'lsak, loylari bo'lindi, kirishtirildi. Shkulka najdaklari hammasi urildi, ustidan gruntовка sepilib, endi shunday ahvol olib kelindi. Rang berilib turibdi hozir. Tayina atachenti urilgan, atachentining ustidan o'zining ranglarini, svetlarini, 3-4 xil ranglari bor. Shu svetlarni sepib turibman. Keyin yana bu devorni yana tayin rastvorini birinchi sloyini urib qo'yibman. Buni ham shu xo'jayin bilan kelishgan holda novi ishlasha o'ylanib oxiri bir qarorga keldik. Shuna bera bir shakldan, shu naqshdan uzoqlashmagan holda shunday narsa chizadigan bo'ldim beri. Xo'jayin neobishniy narsalarni xohlaydi ekan, shu xo'jayinning talabidan kelib chiqqan holda ish ko'rdik. O'zi 100% uylarga ishlamakka tushsak, xo'jayin bilan albatta maslahatlashamiz. Agar xo'jayinni bosh qotib, o'ylanib, novi ishlatishini bilmay turgan bo'lsa, shu o'zim tavsiya etib, o'zimning tavsiyamdan kelib chiqqan holda ish ko'raman. Bu qilib turgan ishimni hozir ko'rib turib, nechik narsa ekan bu deb ko'zga yoqmay turadi boshlardan, lekin ranglarni, svetlarni bergandan keyin bir narsaga o'xshab boshlaydi. Ko'pchilik shunday boshda ko'rib turib, loyini ko'rib o'xshaymi ekan bu, navga o'xshayotir. Даже 60%-70% odam shunday boshda shunday loyini ishlab turgan vaqtimizda endi tasavvurga bog'liqdan, agar tasavvur etolmasa odam o'ylanib qoladi. Shunday deb keyin ham uyini ishlatib turgandan keyin ba'zi odamlar qo'rqadi. Bu mendan narsa ishlab qo'yishi mumkin. Keyin menga yoqmasligi mumkin. Bu xudojnik ishchidan pulni olib ketaveradi bu degan odamlar ham bo'ladi. Shuncha har xil odam bor-ku. Har uyga borganda har xil odamga duch kelamiz. Misol uchun, ko'rib bizani ishda emas, eng shu qaynab turgan yeri, shu har xil odam bilan muomala etadigan yerni qaynab turgan yeri bozor bo'ladi. Bozorda mana oldi sotdida, misol uchun bir narsa bozorga olib sotib turibsan, misol uchun har xil odamni ko'rasan. 1000 xil, kunda 1000 xil odamni ko'rasan. Har xili dunyoqarashiga ega. Birov yaxshi, birov yomon, birov o'rtacha, birov seni narsangni tushunadi, molingni, birov tushunmaydi, birov yera uradi, birov maqtab ketadi. Nastriniya ham bog'liq, birov nirishtatib gatirgan bo'lsa, seni olib ketadi qarini, yera urib ketadi narsangga. Ana shundan nastriniya tushadi-da. Ana shunday holatlar yuz berishi mumkin. Bu hamma yerda bor bu narsa. Shuning uchun agar bizning shunday uylarda ishlaydigan ustalar bo'lsa, keyin bizning kasbimiz yana xudojniklar ham ko'p biladi bunday narsalarni. Ustalar ham biladi, misol uchun malyarchik, plotnik, eshikchilar, mendekchilar. Başday odamlarning muomalasini bir gaplashgandan biladigan ustalar yo'q emas. Devorlar atachentoni ikkinchi sloyini urib chiqdik. Mana bir
özüne yarasha bulutlara o'xshagan stilda ikkinchi sloyi urildi. Albatta buni Atacentoni urilish jarayonini ko'rsatmadim. Keyingi, yani aytib o'tganimdan keyingi videoroliklarimizda inshaalloh ko'rsatib o'tamiz. Sal tushirtirsam ham bo'ladimi? Devaldagi barelyev bitdi, gruntokka urdik. Endi izimdan keyingi sloy kraskani sarflaymiz. Kraskani sepib bo'ldik, yine chisti som oltindan bo'ldi, börtib turgan yerlari. Onu başta yana tushunmay turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, yine ko'rishingiz mumkin. Yan başlarını her kim eğer misal uchun shunday ish etaman desa, shunday kraska sepaman desa, yan başlarını o'zini ideyasidan kelib chiqqan holda yana ham tiyagalara altın ishlatish mumkin. Bize qilmadik. Fakat şu içine altın etib qo'yaverdik. Zolotistiy barelyefni tayini birinchi sloyini fakturasini her kim o'zini ideyasidan kelib chiqqan holda ishlashi mumkin. Yine Xudo xolasa uyimizni remonti, ya'ni bizning ishimiz, vazifamiz почти bitib qoldi. Bizi qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz shulardan iborat. Shundan to'xtama keldik. Endi meni binokla o'xshagan svitilnikni ko'rishimiz mumkin. Eshikdan girganidagi bu barelyefni o'rtasına set ilish maqsadida doira shaklida qildik. Uyga Rasulov eshiklari qo'yildi. Rasulov eshiklari Toshkentdan zakaz bilan keldi. Sifatli eshiklar deb endi qo'yib berib ketdilar ustanovchilar. Endi sifatli emas ekanligini uni vaqt ko'rsatadi. Hammangizga tashakkur. Shu videoni ko'rib bir narsa olib o'zlaringizga xulosa chiqargan bo'lsangiz xursandman. Like'larni bosamiz, o'xshagan bo'lsa kommentariyalarda fikrlarni mulohaza qilamiz, muhokamalashamiz. Savollar bo'lsa savol-javob qilamiz. Yoqqan bo'lsa like bosamiz. Hammaga katta rahmat. Keyingi videoroliklarimizda görüşguncha xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.